Ibrohim alayhissalom kabi olovga tashlandingmi? Yusuf alayhissalomdek quduqqa tashlandingmi? Muhammad sallallohu alayhi va sallamdek Toifdan toshbo'ron qilib quvildingmi? Yoki namoz o'qiyotganingda boshingga ichak-chavoq ag'darildimi? Nega tushkunsan? Qayg'ursang, Qur'oni Karimni o'qib, uni hayotingga tatbiq qila olmayotganing uchun qayg'ur. Xafa bo'lsang, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni joningdan, molingdan, yaqinlaring, tug'ishganlaringdan ortiq seva olmaganing uchun xafa bo'l. Qayg'ursang, haqiqiy ma'nodagi banda, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga chin ummat bo'la olmayotganing uchun qayg'ur. U zotning shafoatlariga noil bo'la olmasligingdan qo'rqib qayg'ur. Balki bo'ldi bas dersan. Balki o'zingni yo'qotib qo'ygandirsan. Balki yig'layotgandirsan. Quloq tut. Robbing senga gapiryapti. Sabr qilguvchilarga, musibatlarga toqat bilan ko'ksini tutganlarga hisobsiz ajr mukofotlar beriladi. Balki shuncha inson orasida nega aynan sen tanlanganingni so'rarsan. Aslida tashvishlar bo'lmasa qayg'ur. Darding bor ekan unga yaqinsan. Alloh azza va jalla kimga yaxshilik istasa uni dard bilan imtihon qiladi. Unutma, Robbimiz hech kimga toqatidan tashqari yuk yuklamaydi. Balki yuraging og'riyotgandir. Balki vujuding, balki ruhing azoblanayotgandir. Har qanday ahvolda bo'lsang-da, tilingga bir duo yarashadi. Yo Robbim, seni rozi qilmaydigan ishlarni qilgan bo'lsam, meni mag'firat qil. O'zingdan boshqa iloh yo'q. Sen barcha nuqsonlardan poksan. Shubhasiz, men o'zimga zulm qildim. Meni kechir. Dard bergan ham o'zingsan, darmonim ham o'zingsan.